Я вышел продавать сладкую вату, но ничего не заработал, потому что не следовал этим принципам. Принцип один. Чтобы были продажи, тебя должно увидеть как можно больше людей. Поэтому с остановки я перемещаюсь в парк. Qanday qilib bitta ekspertning video 1,5 milliondan oshiq prosmotr olgan? Hozir sababini ko'ramiz. Xullas, bu ekspertni menimcha juda ham ko'pchilik insonlar taniydi. Aynan 22 dona video orqali 60 mingdan oshiq obunachi o'z profiliga olib kirgan. Va bu zaps sohasida eng gigant mutaxassislardan, sababi har bir zapusga 2-3 million dollarga amalga oshiradi. Oldingi videolarni ko'radigan bo'lsak, barchasini deyarli studiya olardi va har bitta videodan 10 ta 20 ta obunachi kelardi xolos. Hozirgi videolar esa tabiiy hamda syujetli formatda olib, haqiqiy muammoni videoda yoritib beryapti va unga qanaqa yechim berganini o'zi ko'rsatib ham beryapti. Va bu orqali videolarning prosmotri xuddi shunaqa 1,5 milliondan 1,5 milliongacha oshib ketgan va har bitta videodan 2000 tadan 12 ming, 14 ming tagacha jonli obunachi kelgan. Bundan xulosa nima? Aynan biz ham o'z videolarimizni formatini endilikda o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Sababi SNG davlatda chiqqan trend keyinchalik O'zbekistonga ham albatta kirib keladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'lishni ham unutmang.